Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, har xil mavzusiga obuna bo'lgan va kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar va tomoshabinlar. Bizda yangi sensatsiya mana Xudo xolasa mana bunday maishiy texnikalarda sotadigan do'konga kelganmiz. Bir oshnamiz do'koni, Xudo xolasa telefon qilsalaring, pastga nomerini qo'yib qo'yaman. Ishlaringni juda ham chiroyli va sifatli holatda bitirib beradi, Xudo xolasa. Videoga bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lib kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa mana bunday har xil razmerdagi televizorlar va mana bunday maishiy texnikalarni hozir batafsil qo'ldan kelganicha narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarda xato, kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Biz yangimiz, unaqa opitimiz ham yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir qo'ldan kelgancha batafsil narxlarini yoritib boramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana narx-navolar bilan tanishtirishni boshladik. Xo'p, oshnamiz o'zlari videoga tushishni xohlamadilar. Jinday kameradan hijolat qilar ekanlar. Xotinlar rash chekin ozgina. Shunga mana bu konditsionerlarni, xo'p, mana bu avvalon konditsionerimiz nech pul hozirgi kunda, nechtalik? 6 million 300 mingga borib o'rnash bilan. Xo'p, 6 million 300 ming so'mga shu Shahand, Olchin, To'raqo'rg'on, Mingbuloq, mana shu biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'idanmiz, aytmay ketdim menimcha. 6 million 300 ming so'mga 12 talik yangi IPS konditsioner Avalon. Xo'p, mana bu Artelimiz. Buning mana bu yerda siz 6 million 850 ming yozgan ekansiz, 5 million qilib beraman deyapsiz, to'g'rimi? Obunachilar like bosib qo'yasizlar, biz kelganimizga ancha skidka ko'p ketyapti narx-navolar, xudo xolasa. Xo'p, eng arzonini ko'rsatib qo'yaylik bo'lmasam, 3 million 900 ming so'm, 12 talik modeli Artel, Artel. Invector motor, tok tanlamaydi, past tokda ham ishlayveradi, xudo xolasa. Xo'p, mana bu marazinniklarimizga kelsak, 250 litrli marazinnik 3 million 200 ming so'mga, xudo xolasa bizni Shahand, Olchin, Soroy, mana shu Namangandan kuzatayotgan bo'lsangiz, kelishilgan holatda yetkazib beraveramiz, xudo xolasa. Bastellar ham bor ekan, hozir ko'rsatamiz. Endi mana mavsumiy misol xaladelliklarimiz qanchadan misol shular? 2 million 300 ming so'mdan mana shu xaladelliklar aksiyada ekan. Nech litrli nima deyiladi bu? Xo'p, Uzel firmaniki bor, Arioniki bor, Avangard bor. Xo'p, litr hajmi bo'ladi, 210 litr bo'ladi. 210 litr, ha? Shunday. Yaxshi, mikrofonimiz bitta, to'g'ri tushunasizlar, bittasi yo'qolib qolgan. Hop, mana bularchi? Men takrorlab qo'yaveraman gapni. Bu yerda har xil holatlar bor, mana kelganlar, yangi kelganlari, bularni ham endi ochib joylayapmiz. Narxlarni telefon qilishda tushuntirib beraveramiz. Bo'ldim. Men o'zim ham shunaqa xaladellikni o'zimga ham kattasidan berdilar. Xayr degan firmanikidan. Mana marazinniklari sirazi qotirib qovunni shunday so'ladim. Muz qilib qo'yibdi marojnaga o'xshatib. O'ta zo'ridan bo'ladi mana. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Endi sal qisqa qilyapmiz videoyimizni, chunki assortiment juda katta. Xudo xolasa nomerini yozib qo'yaman. Telefonlashib, manzilni so'rab, lokatsiyalarni olib kelaverasizlar. Mana bunday gaz filtalarimiz bor ekan. Mana misol yangi sensatsiyalik uchun mana shu 3 million 100 ming so'mlik gaz plita 4 talik ekan, shundaymi? Duxovkasi bor ekan. Duxovkasimi bu? Ko'p ham tushunolmayman. O'zim ham mebelchiman. Hop, nech pul qilib bera olasiz shuni? Buni 2 million 800 mingga qilib beraman. Ana, hurmatli obunachilar, biz kelganligimiz uchun 300 ming so'm shundan skid ko'p ketyapti xullas. Bularni xullas qo'ldan kelganicha arzonroq qilib berar ekanlar, mana aytayaptilar. Mana afg'on qozonlar bor ekan mana bu yerda. Har xil mana skrovotkalar, mana bunday bolajonlar uchun kachelyalar, belinchaklar mana shunday. Xo'p, mana bu narsalar mana misol 1 million 200 ming so'mga tebranadiganmi bu? To'kli, ha, puntli ekan xullas. 1 million 200 ming so'm bo'lishimi yo tushib berasin? Bo'ldi, tushib berishar ekan, xudo xolasa, kelaverasizlar. Qidirib yurganlar uchun foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib, videoni uzatib qo'yinglar. Televizorlarimiz nech puldan nech pulgacha? Hop. Smart Android televizorlarimiz mikrofonli galosovoy bo'ladi. 1 million 200 mingga qilib beradi. Smart Android telefonlari mana mikrofoni galosovoylik bo'ladi. Misol uchun yozib nima qilsangiz bo'lar ekan, bemalol kanal qidirish uchun. Qanchadan qanchagacha? 200 mingdan 5 milliongacha bor. 1 million 200 ming so'mdan 5 million so'mgacha bormi? Bor. Shunday albatta. Mana bunday oshxona mebeli uchun gaz plitalar, bular ham xudo xolasa chegirmada dedingiz-a?
kelishaveradi. Xudo xolasa, mashinalar bor. Mana shu mashina nechi pul misol? Bu 1.900.000. Mana yangi sensatsiya. 1.900.000 bo'lishimi tushib berasizmi? Bo'lishi 1.900.000 so'm, 4 ta baloni tortadi. 4 ta motori chiqli, mana 4 ga 4, 4x4 mana. Endi bu yoqqa o'tsak, xudo xolasa, kalaska, palaska hamma yo'q bor ekan, xudo xolasa. Telefon qilib kelinaveradi, ish bitar ekan shu yerdan. Mana o'yinchoq mana. Har xil narsalar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, ko'rsatilmagan va aytilmagan narsalar bo'lsa, telefonlashib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoni qisqa va lo'nda qilyapmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.